avtomashinangiz bor. Uni arendaga berib qo'ygansiz, lekin haydovchidan pulini har oy yalinib olyapsizmi? Sizga avto arendadan ko'ra zo'r taklifim bor. Endi siz quyosh nuridan ham daromad topsangiz bo'ladi. Quyosh panellari haqida eshitganmisiz? Xonadoningizga yoki tadbirkorlik korxonangizga quyosh panellari uchun bir martalik investitsiya kiriting va 20 yil davomida quyosh nurini pulga aylantiring. Buni ishlash tartibi: siz ishlatgan energiyangizdan qolganini davlatga sotasiz va kelasi oyning 25-sanasida 1 daqiqani o'zida daromadingizni yechib olishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish va xarid qilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Tekin tokdan tekin ma'lumot. Sizga 200 kilovatlik elektr energiya yetmayaptimi? Bu savolning javobini taxminan bilaman. Ushbu asabga teguvchi muammoning yechimini topdik va sizga bugun bir xonadon misolida ochib beramiz. Assalomu alaykum. Biz Tekin Tok kompaniyasidan keldik. Sizga bugun Tekin Tokdan qanday qilib samarali foydalanish mumkinligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Sizga qiziqmi? Albatta qiziq. Agar qiziq bo'lsa, unda bir ikkita savollarimga javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, siz xonadoningiz uchun bir oyda elektr energiyasiga qancha pul sarflaysiz? Hozirgi paytda 1 millionga yaqin bo'lib qoldi. Demak, ancha-muncha pul sarflar ekansiz. Aytingchi, ana shu elektr energiyangizni sarflaydigan qanday uskunalar bor xonadoningizda? Birma-bir sanab o'ta olasizmi? Misol uchun 3 ta konditsioner bor, 2 ta Ariston bor, 2 ta. Keyin stиральный mashinalar bor, 2 ta. Qolgan yana mayda-chuyda bitoy texnikalar bor. Demak, hozir taxminan hisoblab chiqadigan bo'lsam, soatiga 10 kilovat elektr energiya ishlab chiqaradigan quyosh paneli kerak ekan sizga. Ya'ni xarajatlaringizni tejash uchun. Bularni sizlar tomga o'rnatasizlarmi? Qanday Albatta, mana hozir ko'rib turibman, sizda sharoitlar yetarli. Bizga 50 kvadrat joy kerak bo'ladi buning uchun. Bemalol o'rnatsak bo'lar ekan. Yana bir narsani qo'shimcha qilishim kerak. Quyosh panellari kunduz kuni yorug'likdan energiya ishlab chiqaradi, kechasi esa davlat tokiga avtomatik ravishda ulanadi. Agar davlat toki o'chib qolsa, mana uyimda svet bo'lmaydimi? Bilasizmi, bu borada sizga bir nechta tavsiyalarni aytib o'tishimiz mumkin. Masalan, zaxira akkumulyatorlarini ham siz o'rnatsangiz, ana shu sizni xonadoningizda 24 soat elektr energiyasi bo'ladi. Hozir sizga taxminan hisoblab beraman. 10 kilovatlik quyosh fotoelektrostansiyamiz bir oyda 1,5 kilovat beradi. Avval siz o'zingizning ehtiyojlaringiz uchun undan foydalanasiz, ortganlarini esa siz davlatga sotasiz. Davlatga sotgan elektr energiyangizdan kelgan daromad taxminan 1 million bo'ladi va bunga siz yana 2 million qo'shib, har oy 3 milliondan 24 oy davomida to'lab borasiz. 24 oydan so'ng quyosh paneli yoningizga qoladi va quyosh panelidan kelgan daromad sizning sof daromadingiz hisoblanadi. Yaxshi qulaylik tarablari ancha bor ekan. Mana endi ishlab chiqaradigan joyim ham bor. Oyiga 5 million to'layapti. O'shani ham bir hisob kitobini qilib bersanglar. 15 yillik tajribaga ega mutaxassislarimiz bilan maslahatlashib, sizga shuni tavsiya qilamizki, soatiga 20 kilovat ishlab chiqaradigan quyosh panellari, 5 kilovatlik gibrid inverter, 15 kilovatlik 3 faza sityevoy inverter va 4 ta geliviy akkumulyator. Buni ishlash tartibi bir oyda 3000 kilovatdan 5000 kilovatgacha tekin tok ishlab chiqarib beradi. Gibrid inverterning vazifasi esa davlat energiyasi o'chganda sizni tok bilan ta'minlash hisoblanadi. Sityevoy inverter esa 3 fazalik tekin tok bilan sizni korxonangizdagi uskunalarni ta'minlab beradi. Shunda siz 24 oy davomida 8 million so'mdan to'laysiz va elektr energiyangizni 80% ga tejaysiz. Ma'qulmi? Juda yaxshi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biz endi otamiz bilan maslahat qilib, xudo xolisa sizlarga aloqaga chiqamiz. Shu xizmatlarni qilish, o'rnatishlarga qancha vaqt ketadi? Taxminan 2 kun vaqt ketadi va o'rnatib berishimiz bilan ish faoliyatingiz bemalol davom etadi. Siz bilan hamkorlik uchun minnatdorlik bildiramiz. Aziz kuzatuvchilar, keyingi xonadon sizniki bo'lishi mumkin. Tekin Tokdan tekin ma'lumot.